Taqsim Podsho, mana bu qisqa jumlani o'qing-da. Mana shuni. Bugun Usmonli millatining ahvoli birov yoqtirmaydigan holatdir. Sizga g'alati tuyuldimi, Podsho? Yo'q, hukmdorim. Usmonli millati deganida nimani nazarda tutgan sizningcha? Usmonlida yashaydiganlar, Usmonli xalqi. Mana Podsho, tuzoq shu. Biz islom millatimiz. Usmonli millati deb armanlarni ham, rumliklarni ham Usmonli millatiga qo'shmoqchi bo'lyaptilar. Ular davlati oliyaning fuqarolaridir. Usmonli millati deb bizni Hind musulmonlari bilan, O'zbek musulmonlari bilan, Turkistondagi musulmonlar bilan, Afrikalik musulmonlar bilan aloqamizni uzmoqchilar. Ya'ni aytadilarki, siz chegaralaringiz bilan hududlangansiz. Yo'q, Podsho. Bu gaplarni yozganlarga qarang. Maoshlarini Fransiyadan, Angliyadan olyaptilar. Maqsadlari shu, Podsho. Katta bir millatni yakka-yakka qilib, bitta-bitta parchalab, umuman daxli yo'q insonlarni yuzaga chiqarishdir. Kiring.